Salkovskiyda bunaqa ko'cha qolmadi ham shekilli. Keng ko'chani qaranglar. O'zi ichida edi, bittasi sotildi. Ulguriylar bir dona qoldi. Qaranglar, bemalol 4 ta mashina oldima-ketin solib qo'ysalar ham tashqari tarafda shuncha parkovka qismi bor. Ziloniy zonani qarang, kattaligini. Rayhon, atirgullar bilan mazza qilib kechki salqinda shlankani suvini bijillatib sepib o'tirishga nima etsa. Kelinglar, men sizlarga uyimizni ichki qismini tanishtirib beraman. Kirishimizdan Navesosda bu yo'g'an bitta mashinangizni sig'dirib qo'ysangiz bo'ladi. Kirishimizdan o'ng qo'lda sanuzel va yozgi oshxona qarang. Mana buni o'tinni boru bir chiroyli qilib taxlab qo'yishibdi. Qozon, o'choq, barbekyu zona, gap bo'lishi mumkin emas. Letniy kufnyani boplab qo'yishibdi. Uyimizning fasadiga ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Neo klassik uslubidan ta'mirdan chiqarilgan ikki qismga bo'lingan ziloniy zona ana endi tayyor bo'lsalar, bu go'zal uyimizga sayohat qilamiz. Qani ketdik. Mana hol qismini qaranglar. Mana miyaki zonani qaranglar. Yangi zavoddan strech bo'lib turibdi. Inshaalloh niyat qilib qo'ying, mana shu strechni aynan siz shilish nasib qilsa, uyimizning hol qismini qarang. Katta TV zona qo'yib, oilaviy mazza qilib o'tiradigan zona bo'ldi. Menga shaxsan kirib kelish hol qismi juda ham yoqdi. Ana endi ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonaga olib kiraman. Ayollar yoqsa bitta like bosib qo'yasizlar. Mana shu oshxonani qaranglar. Juda ham yoqdi menga. Tanlangan ranglar, krashinniy mebel, to'laqonli panorama oyna. Ayollarimiz uchun barcha qulayliklar mujassam qilgan holda mana buni qaranglar, posudomoykaga qo'yib qo'yishibdi. Shaxsan menga oshxonasi yoqdi. Uyimiz 3 qavatdan iborat, cho'pli pollari qilingan. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, uyimizni mana shunaqangi chiroyli, fayzli zal qismi, orqada ham oynalari bor. Mana bu qandilga ham alohida bitta baho berasizlar. Kelinglar, shuni ro'parasida bizani mana shunaqangi chiroyli sanuzellarigacha tayyor holda turibdi va birinchi etajimizning spalniy qismi borda. Mana shunaqangi chiroyli spalniy qismi o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Ana endi tayyor bo'lsalar, ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Uyimizning faqat birinchi qavatida hol qismi bor desam, ikkinchi qavatda ham mana shunaqangi chiroyli hol qismini qilib qo'yishibdi. Bu yoqdan to'g'ridan-to'g'ri balkonga chiqamiz. Kelinglar, birma-ketin sizlarga xonalarni tanishtirib beraman. Rozoviy rangdan bilyapsizlar, bu qizlar uchun ajratilgan xona. Inshaalloh aka qizingiz bo'lsa, qizingizga nasib qilsin. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, ya'ni uyimizning master spalnisi o'zining ichida mana shunaqangi chiroyli bo'lgan sanuzellari bor. Sanuzelni ham ko'rasizlar, juda ham chiroyli, akkuratni qilingan. Xo'p, ikkinchi qavatimizda umumiy 3 ta xona bo'lyapti. Yana keyingi xona va bitta narsaga kattaroq e'tiboringlarni qaratinglar. Xonalari razmer jihatdan juda ham chiroyli va juda ham keng qilingan. Bu yoqda jakuzi mana shunaqangi chiroyli qilib qo'yilgan. Podvalga to'xtaladigan bo'lsak, podvalda kino zona, sport zal uchun sharoitlar qilib qo'yilgan. Eng asosiy spa zona, basseyn, saunalargacha tayyor turibdi. Mirzo Ulug'bek rayoni Salkovskiydan mana shunaqa qaragan do'stingizga bu videoga bitta like bosib, tez o'ziga jo'natib qo'yinglar.